Bu videomiz Tiko chakalarimizga juda manfaatli bo'ladi. Bu ustakalarimizga ham agar bilmaydiganlar uchun o'rgatamiz, xudo xolasa. Tiko avtomobiliga prostoy mejiga uстановка qilganda bagajni ochishga hech kim ulamaydi, ulab bermaydi buni. Bagajimizni ikki marta bosadigan bo'lsak, ochadigan funksiyalarini ishlatib beramiz, xudo xolasa. Bunga universal relay qo'yiladi. Bu yoqda mejigarda bagajga massa chiqadi. Buni plus bilan chiqarish uchun relay qo'yiladi. Tak, ketdi. Sizlarga ko'rsatamiz. Bu yoqda relayning oyoqchalari bo'ladi. Relayning oyoqchasi 87-oyog'i mejigardan, prostoy mejigardan bu yoqqa kelish bo'ladi. 30 bilan 86-oyog'i passiyan plus bo'ladi. Bu yoqda passiyan plus ulanadi. Tak, 85i mana bu yoqqa ketish bo'ladi. Bagajga plus ketadi, sentr zamovga. 86-oyog'i. Tak, hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bosganda ochishini, bu relay ulangandan keyin relayimiz ulandi, xudo xolasa. Mana bagajimiz bitta bossa bagajimiz ochiladi. Tak, mejigarda mana bagaj ochish funksiyasi Tikoga uстановка qilib berdik. Bo'lsa ochildi. Videoni Tiko chaklarimizga videoni jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Buni saloniga ham Cobalt knopkasiga uстановка qilib berganmiz. Bosganda bagaj ochiladi. Xolasa video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoni tanish do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ysalar, juda manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa, bundan yaxshi kontentlar chiqarib turamiz. Bizdan uzoqlashmanglar deymiz.